Assalomu alaykum aziz futbol ishqibozlari. Bugungi terma jamoamiz asosiy tarkibiga mak bo'lib ketdi. Abadasi. Men ko'rgan odamlar o'zini yo'qotyapti deydi. Kecha kimligini bilmaganlar buni o'zini qilyapti deydi. Ular shunaqa. Biz yana futboldamiz. Terma jamoamizda barcha a'zolari yetib kelishdi. Kecha haligi Angliya o'yinida qo'lini sindirgan bola mana shu bo'ladi. Zbornida Henderson, ha, qo'lini sindirgan. Asosiy tarkib haqida ma'lumotlar bizda yo'qligi sababli tarkib bilan tanishtirmayman. Burada o'tirganlar ham zerikib qolmasligi uchun mana biz darrov yutqizib o'yindan chiqdik. Qarindoshlar o'rtasidagi jamoaviy futbol o'ynash kursimiz mana bugun ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Ob-havoni aytsam, mana daraxtlar qimillashganini bilib turibsiz. Juda ham salqin. Hammani futbolga taklif qilib qolamiz. Bitta hamma 10 tadan gol urganlar. Bitta rasmga tushish bigatimizni tark etsa bo'lmaydi, darrov o'tiringlar. Bugungi o'yinimiz mana chiroyli o'tdi. Xudo xolasa yana davom ettiramiz. Faqat bunisida juda chiroyli yangi o'yinlar ko'rasizlar. Kuzatib olib turinglar. Homiylar, Safo Market. Safo Marketdan 5 litr suv. Bundan keyin nima qilish kerak? Qo'shnilarga ayron bosish kerak ekan. Qo'shnilarga kelib, muzdek ham ayronlarni, qurtoblari bilan qaranglar, yomonlar. Mazza qilib ayronni ichib, hammasiga. Katta yangi ochilgan Megapolis yonida. Bilmaganlar, bu ayrondan tatib ko'rsalar, mazza qilib olasizlar.